Tuğluq Tömerxan 8. bab Doğlatlar isyani. Adamlarını azdırıp nahaq yolga başlayırağın kişiler Deccal'dın mı xavflikirektir. Danalar sözüdün. Miladiya 1366 yılı baş yaz. Qashqarning g'arbiy janubidagi Opal, Doğlat tumanlari agri-bugri to'lg'inib oqadigan Opal eqinining bo'yig'i joylashgan edi. Eqin bo'yidagi cho'plikda yuz ko'zini sapgun bosgan, o'ruqlab xuddi arvohdek bo'lib qolgan bir bola bir to'p qo'zini o'tiltib beqib yuradi. U Tarxanbek Amir Shamsiddin Doğlatning Doğlat tumanidagi Qo'zimat degan qo'ychisi bo'lib, u Tarxanbekka 40 yillikchilik qilgan. Hozir eg'ir og'riq tortib, samandek sarg'ayib yotgan Baytur degan miskin qeri odamning balasi edi. Tang atar atmasdilla o'rnidan turib eqin bo'yga qo'y baqqala chiqqan bu bechora Qo'zimat toki qiyam tush bo'lgicha og'ziga bir burdumu non selib baqmadi. Uning qarni ichib tortishib ketayotgan bo'lsa-mu, ammo qo'zilarni haydab mahallaga qaytib ketolmayotgan edi. Chunki uning mahalladagi uyida qolgan bechora opasi bu chaqda g'ojisining qo'tandagi qo'zilgan sog'liq qo'ylarining orasida issiqda tarlab sut seg'ib yuradi. Mubada qo'zilarni haydab borsa, qo'zilar yamrab ketib, Qo'zimatning kichikini beshi cho'ng balog'i qoladi. Demisimu, atiyazdan beri beparvolik qilib, qo'zilarni 2 qatim sog'liqlarga qo'shib qo'yganligi uchun g'ojisidan 2 qatim o'lgidak tayoq yegan edi. Hozir qo'zilar eqin bo'yidagi cho'plikda o'tlishyotadi. Shunga ularni qechib berib onalarga qo'shilib ketmas deb o'ylagan Qo'zimat beshi ustidagi shoxlarda pishib may bo'lib ketgan chiqir ujmidan yeb, qo'rsqini go'llamoqchi bo'lib ujmiga chiqdi. Ko'zni yumib ochqanchilik vaqt o'tdimi yo'q. U chiqir ujmidan bir qo'rsoq yeb, pastga tushib qaradi. Hali bir o'pdan tinch o'tlayotgan qo'zilar hozir hech narsa ko'rinmaydi. U hayron bo'lib atrofga bo'yindab qaradi. Qulqiga quyuq ujmilikning orasidan chiqayotgan qattiq qahr-g'azablik bir ovoz eshitildi. Qarasa, Tarxanbek Turumtaybek degan g'ojidor ekan. U "Anangni, voy hangvaqti, bo'yning uzilgur shum. Sen gaday balisiga o'yinni kim qo'ydi? Qo'zilarga o'pdan ko'z quloq bo'lmagan ashu ko'zingni uyib, qulqingni yulib olaymi?" deginicha qamtisini beshining ustida aylantirgan peti yenig'li kelib qoldi. Qo'rqib, yurak oldi bo'lib ketgan bechora Qo'zimat yiqilib tushgili tas qoldi va g'ojidorning g'azablanishining sababini ana shu chaqdala tushundi. Bayatin cho'plikda tinch o'tlashib yurishgan qo'zilar mana hozir ma'rishib, mahallaga xuddi eqin sudak eqib berib qapti. Bu chaqda qo'tandiki qo'shaqtab qo'yilgan sog'liq qo'ylarmi hadab ma'rishyotdi. Sen harmini qo'zilarga o'pdan qara desam, o'pdan qaramasdan yamirtvatdingmi? Deginicha g'ojidor ot qamchisi bilan Qo'zimatning kallasiga tarsildatib uribli ketdi. Atsiz o'riq badaniga qamcha har bir tekkanda bechora bolaning dumbisida xuddi pichoq tilgandek taram-taram qonliq izlar paydo bo'ladi. Qamchining zahardek zarbisiga chidayolmagan bechora Qo'zimatning chiqirgan yig'i ovozi uning ko'z yoshlari bilan tangla chiqib, mahallaning osmonida aks sado qaytirdi.
Tarxan bəg Əmir Şəmsiddin Doğlatның qocidары bolğan bu Turumtay bəg intayın şəfqətsiz adam idi ki, Tarxan bəgning təvəsidiki terixçiləri, qoyçiləri, yilliqçiləri, padıçiləri, hətta qozu baqquchilargacha hech kimni qilchimu rahim qilmasdan kaltakləb, qamchig'i besib, bəg yurak aldı qilvatgan edi. Yamrab ketgan qo'zilar qo'shaqdab qo'yilgan sog'liqlarga qo'shilib, sutini emib ketdi. Turumtay bəg bo'lsa, texichila balini cheqirtib, qo'g'lab yurib qamchilayotgan edi. Qo'shaqliq sog'liqlarga sig'ib yurgan bichara ana, texichila bəgning qamchisini yavatgan balasining ichinishliq ahu-zarlarga chidayolmasdan so'g'isini ko'targan peti Turumtay bəgning oldiga yugurib keldi-da. Rahim qil chiroyliq bəg yigit, qushqashdek balamni undaq urib azoblama, o'lib qolsa uvalig'i qolsan, deb zarlandi. Uninggacha uzoqdan beri kesal tortib, zay o'yda yerga tashlangan eski kigiz ustida yilimdak chaplashib ingrab yotgan bechora Baytur buvay mushu daqiqaning o'zida Zalim bəgning qo'liga esilib, uning qamchisidan balasini qo'g'dab qololmayotganligidan o'zini qarg'ab, kachatlab ketdi. Mushu kasafat ag'riqqa Tarxan bəgning yilqisining orqasida oq qarni silincha, ko'k muzni yostiq qilib, dum yetib, dum qopib yurib giribtar bo'lmadimi? Turumtay bəg shabnam tushib, qirov besib, ko'zning ochiq sovuq kechalarda qo'roning chetida molni bo'ridan ko'zdiman deb yurib, duchor bo'lmadimi? Voy tosh yurak Turumtay bəg, endi meningdan ashu mushtumdak balamga o'tdimi? Sening zalmıgan zulümlerin zadi qaldımı hey nainsap? Mening qahri g'azabimni yondirgan uqqan rahimsiz, sen meni dozaq o'tida ko'ydirding-ku tuzkur Turumtay bəg. Tuyuqsiz bo'g'ilib qaqshab yig'layotgan Baytur buvayning demi kesilib, qattiq yo'tilib, qiqilib ketdi va holsizlanib yerga dum tushdi. Ondan bir-ikki ichinishlik ingrab qo'yib, jim bo'lib qoldi. Buvayning ichinishlik nali zarini anglagan Momay qo'lidagi so'g'isini tashlab etib, yugurib kelgunicha uning beshini yo'lidi. Biroq Baytur buvay bu chaqda allaqachon jonsiz o'sgan edi. Momay ko'zlarini o'zining yig'isini anglab yugurishib yetib kelishgan qulum qo'shnilarga tikkan peti ang'iqib turadi. Etini qatirtib vada tarafdan chiqib kelgan bu odam iqin ichida suv kechib o'ynayotgan ushshaq bolalarning yeniga kelib otdan tushdi. Uning eti qari targa cho'mgan bo'lib, asrab pushqurib turadi. U etini qanturib bog'lab qo'ygandan keyin balalarning qishig'i keldi va orasidagi cho'ngroqidan so'radi. Bu yerning tuyzunining etini nima deb ataydi? deb so'radi. Eliqi bala burnini shilib qilib bir tartib etib, bu yo'chun odamga qiziqsinib qarab ketdi va tuyzunimizni Asan baba deb ataymiz deb javob berdi. Qara bala, sen berib tuyzununga seliqchi begim sizni ayol bo'lmay kelsin deydi deb chaqirib kel, yugur. O'zini seliqchi begim deb atagan bu odam balini ishqi buyurayotgandan keyin o'zi chiqib chiqir ujmining soyasi ostida yonpashlab yotdi. Yezining yo'g'on qo'rsoq düptüglek semirgen tuyzuni tinchiq issiqda asrab, o'lmidab, aldırash tinash yetib keldi. Iqim bo'yidagi chiqir ujmining oli ko'langisida yonpashlab yotgan seliqchi bek uni ko'rib, beshini ko'tirib o'ri bo'ldi-da, cho'ngchilik bilan o'zini uningga o'rdining seliqchisi deb tunishtirdi. Tuyzun Asan baba bu seliqchi begning turqidan hargiz gap yegizguli bo'lmaydiganligini pamladi.
Әмма yurtdaşlarını azırak bolsumu qoğdap qalmaqçı bolup. Bək yigit, harmağaysız, dedi potusunun uçuda tərlərini sürtüp. Yurtumuzun yerlərinin bir qismi tarxanlıqqa qaraydigan akita yerlərdir. Köp qismi xiniya yerlərdir. Tarixçilar texi yaqindilar gadiniki türlük silik qarzlarını orduğa töləb boluşqan edi. Qoş pulunun vaqti texi yetib gəlmedi. Hər xil silikning öz pəsil mövsümləri boludu. Bəg yigit, siz qaysı xildiki silikni yığmaqçı bolub gəldiniz? Tuyzunның sözü texi tügümey turatdı. Silikçi bəg onun sözünü tonluq bilan bölüb taşıldı. Bizge tola ügetmən canabı Tuyzun, dep vaqırdı o. Bizmi ordunun parmanığı qarab iş qılımız. Xapı bolmaң bəg yigit, əmdi deymin ha, dedi Əsən baba öz yurtuqlarının yenini elib. Hazır arpı vaqti texi pişmağan, buğdayğı süt kirmigen, diqqanның özü bolsa aş, seriqtal vaqti. Bəg yigit, siz dana, xaman ilinmiğicha diqqanның qolida sıqcandın başqa yana nemi bar? Bilmən, tarxanğı qaraydigan atti yerler seliqtin azat. Biroq diqqan aç yalıngaç bolsa, ordugu tölaydigan seliqni ular tölemeyse, men tölisem bolatdımı? Tuyzun, neme amal var degende qilib, ikki dolusunu qısıp qoydu da, gap qilmay, issiqda özünün potusu bilan özünü yelpib o'ltirdi. Andın özügü sözlep. Diqqanni qisivergen bilan, chidayolmay biroq g'ovg'a g'alayan chiqarsa, uning kemigi boludu, dedi. Siz manga unda qo'qaq salmang. G'alayan chiqarsa chiqiriversin. Mening parvoyim pilak. Men orduning parmaniga asosan silik yig'ishni bilaman. G'alayan chiqarsa texi yaxshi. 100 qushqashqa bir chalma degan so'z bor-ku. Xeli qazonlarni qaynab baqqanmiz. Voy shundaq bo'lmamdigan, dedi Tuyzun silikchi bakka xushomat qilib. Bəg yigit, gepim eg'ir ketgan bo'lsa, hargiz ko'nglingizga olmang. Deyman ha? Bizni Opal, Doğla, Taşmalık tümellerinin puhraları arasında uluglarının işlerden kusur tepip yürüydiğalı gədənkeş adamlar var. Ularının həmişə uluglardan, ordudan naraz bolğan. Ularını hay demeydiğen bolsa, astanıge berip xanның özüge şikayet qilishdi yanmaydı. Əsən babanın geplerini anlap, təhdid his qılğan Selikçi bəg g'azablanganligidan o'rnidan chachirab turib ketdi da, to'lib alaqlamay oldimga tushib mang. Men san haqqa seliqni qandoq yig'diganligimni bir ko'rsatib qo'yay, dedi zarda qilib. Tuyzun Əsən baba hasirab o'rnidan turdi. Va ordu seliqchisi uni oldiga selib, Opal eqinini bo'ylab mahalla ishchiga qarab mangdi. Mahallenin to'qmushidagi yo'l eg'iziga bir muncha odamlar o'lishib olgan edi. Bu odamlar orduning heliqi to'n qapoq gipsisiq seliqchisiga yalvuryotdi. Ular yig'lishib, qaqshib, dardini aytishmoqda edi. Bəg yigit, Allah martabangni yanama ustun qilg'ay, deb yelinatdi bir bo'vay uningga. Qara, bizga ishching og'irsin. Aldınqı neç qıtım ordunun silikçileri kelib, bisatimizдің бар yoqının həmmini seyirip süpürüp əktişdi. Hala bugünkü gün sana silikqı bərgidək heç nərsimiz qalmadı. Qolumdaki бар yoqı 2 tanaplıq əkti yer üçünla yılda 300 gün Tarxan bəg üçün işləymen. Usulunun 3'tün 2 ülüşini silik töləymen. Muşu qılvatqınımға saqmısaq 20 yıl boldu. Ularning opqani to'ysuchu kaşki. Tarxan bəg bizga beradigan 200 köra teriq uchun kekir degan qurug'ur. Deb izza ahanat qilib, zahrini qo'shib berdi.
Rızkыңны егер ашу таразы басмайдыған пүчәк балларыңны өзің үйіссәң болмасмыды деп ордының сыйлықтысы бәйгілері бізге доқ қылғыны қылған. Мен болсам кечini кече, соғуқны соғуқ деместен, ашу ішкі танаплық үнімсіз хожылық ер үшін ішлеймен деп, ішкі тізімні серік су бағлап, кардын чықарды. Мехнетнің иғырлығыдың доқ болып кеттім. İki қолымны көсәл тәккәм қойның пұтыдәк ял чырмап кетті. Hala бүгін кечілері пұт қолым секірап ағырып, өрі тұрып таңны атқызыдыған болып қалдым. Селіқчі бәк қолын ішілтіді. Әй, өлім түкері! Толы байсап құлақ меңәнне еплік еттің. Allah sen yalan töşlerini sözgülü yaratkan mı? Arzdadımızını sana etmisaq kimge eytarmız? Derdimizge kulak sal bәгіге git, dedi bovay biçarı sarılanıp. Arzыңны xanғы berip eytiş, silik yığışını aşı xan buyruğan. Silikni derhal tayar qilish, bolmasa özüngni xanның qarangı zayzındandı körüşsen. Silikçi Bekke gepini zadılı güzelmegeni heliqi bovay nailac arkısığı yandı. Ve İlahim bu ansı çayan, atsı yılan taş yürek bägler tayipsige zavallık yetkizgeysen, dep qargıdı. Ordanın silikçileri insap diyanetini digen bilmeydiğen rahimsiz bir nimeler iken, dedi etrafta qarışıp turğanlarının birisi. Aldınғы ketim kelgen silikçiler xeli gep yeydiğen tüzük bir nimeler idi. Bu nädi mi ordanın silikçisi bolsun? Dedi onu tönöydüğanlarının biri. O Tarxanbek Emir Şemsiddin degen Doğlat degenning Gojidari Turumtay beg degen şu. Desem demisem o ordunun namını setip Tarxanbek üçün silik yığıp yürgenlerinin birisi. Tarxanbekning doğulları ordunun namını setip Puhrani qangır qaqıştıp silik salmakta, dedi igiz boyluq birisi etraftakilerge anıltıp durup. Ularning dastidan yezi qishlaq mahalle tümeller vayron bo'lmoqda. Bu silikçi bäglarni duoibat qilish kerak. İlahim ular tamning ostida qilib mijilib o'lar. Shikoyat qilish kerak, shikoyat xonga. Zo'rluq zo'mbuluqlarning hammasi ashu rahim shafqatni bilmaydigan xonning farmoni bilan yurgizib atgan tursa, xon sening shikoyatlaringni anglasinmi? Silikçi bägleri arqılab Puhradan yığıp aldığan bunçavala köp aqçını xan qandaq mı xəşləb tüktar? Xanның barlaslar bilan uruş qılıvatqınıga 6 yıl bolup qaldı, dedi heliqi egiz boyluq kişi sırlıq qılıb. Bu uruşni dep ordunun g'azinisini allaqachon qo'rqtilib qalgan gap. Hala bugün aşu tegi mengü tolmaydigan g'azinini to'ldirish uchun aqçını Puhraga silik silib yığmasa kimde yığıdı? Men texi orada nimandaq pasil mavsumiga qaramasdan Puhraga silik salıdı ekan desem, aslida ish mundaq ekan-da. İlahim, aşu yesi toymaydigan opqan adalatsiz xonningmi taxti-baxtini vayron qilgaysan. Köpçilikning g'azablanganligini ko'rgan Turumtay bek endi qaşmasa ishining chataq ekanligini his qildi bo'lg'ay, Tuyzunga o'zining Doğlat tümaniga bardiganligini, shunga o'zi qaytib kelgicha go'roga elingan nars keraklarga obdan ko'z quloq bo'lishini tapilab qo'yib, etig'i mindida chang to'zang tuzutgan biti astili tikivetdi. Hayvatlik Pamir dağlarının bir bölügi bolgan Oydaq dağlardan eqib çıqıdığan opal eqini Doğlat tüməni təvəsigi kelgende ast qum kang bir sayazlıqqa ayılınıp aqatdı da nurgulluğan əgri-bügri eriqlarını hasıl qılatdı. Bu yıl qurğaqçılıq bolğanlıqdan eqinning suyu allaqachon soğulup ketken, eqinda tüzük su yo'q idi. Doğlat tüməni Qashqar vilayetining Koni shahar naisadiki Opal yesi qaraydigan bir joyning ismi. Hozirmi Doğlat deb atiladi. Eqinning atrofi Kujum mahalla bo'lib, mahallaning ichida etizlikning orasida mahallalar bir-biri bilan tutishib ketgan edi.
Қорған дарвазасыға удул қарап тұрған хойлының төрідікі төріклік айван сарайда бұл қорғанның егесі сабық Тарханбек Әмір Шәмсідін доғлат, өзінің үшінші тағысы Әмір Қамарыдын доғлат вә инісі Әмір Шейхідін доғлатлар білән сөхбәтлішіп олтырады. Бүгін қорғандығы мұшу сарай өйді доғлат бәгілердің кеңіші өткізілмәкчі еді. Доғлат ұрғыдыкілер Чағатай ұлысыдығы төт чоң ұлыс, Доғлат, Барлас, Доқтави вә Сұлдыз ұлысларының бәгілер бегі болған ұлыс бегі Әмір Бұлажы Доғлатының өз қоймы болғашқымы мәртіве жәхәтті өзлеріні әммеден үстін есаплайды. Бірақ Әмір Бұлажы Доғлат вапат болып кеткенден кейін, Доғлатлар өзлерінің әсілдікі мәртебе имтиязлардан пәйдін-пәй мәхрум болышқа башылды. Оларның әсілдікі тархаллық, сойырғаллықларымы барған сыры кичікләп, кірімларымы азиышқа башылды. Төге қанчы болса еғірі шүнчә дегендек, оларының бүгінгі күнді әсіләп ешіп беріп атқан хырачатларыны сойырғаллықларыдың кірдіған кірімлері задыла қамдай алмас болып кетті. Мубада бүгінгі кеңешті Әмір Шәмсідін білән Әмір Шейхідін ішкі ағысы Әмір Қамарыдың қоллап шықса, Доғлатларының Чағатай ханиданыға ізжіл садық болып келгенлігідек ісіл әнәнісіге бүтінлей асилік қылған болады. Оның үстіге Доғлат бәгілерінің Чағатай сәлтәнетіге қаршы исиянını қоллап шыққанда, мәрхум Әмір Бұлажының Доғлат ұрығы өзлерінің Чағатай ұлысыдығы рәхбәрлік орныдың тәлтүкіс мәхрум болады. Bu ziddiyetlik oy fikirler neç günden beri Əmir Şəmsiddin'nin köңlini parakende qılıp kelgenlikten, ətidin keşkiçe parakende bolğunidin özünü qoyarga yer tapalmay tipirlap yurdi. Əmir Şəmsiddin muşundaq ziddiyetlik oy xiyallarının ilkide ızdırap bolup olduratdı. Gocatay Turumtay bək bugünkü kengəşki qatnışıdığan bəklərinin yetip kelgenliginin, hazır ularının taladı kütüp turğanlığını onunğa xəbər qıldı. Əmir Şəmsiddin ularını dərhal sarayğa başlaşını buyurğandan keyin özü ularının aldığı çıxışqı təmsilib turuşuğa Qorğan darvazasından bir neçə atlıq adam kirib kelişdi. Çakarlar yardımlaşıp ularını atdan düşürgəndən keyin atlarını əkitişdi. Bu adamlar udul Tarxanbek ayvan sarayının aldığı qarap mağdı. Hə, Barmanbek, kırınla. Qəni yuqarı ötіңla, dedi ularının işik aldıda qol qoşturup turğanlığını körgən Əmir Şəmsiddin. Barmanbek əmraqlarını başlap saray öyge kirdi və tördə olturğan Əmir Qamarıdın, Əmir Şəmsiddin, Əmir Şeyxidinlər bilən salamlaşıb körüşdü. Bir neçə qitim əni şundaq səndin silidin deyişkəndən keyin Əmir Şəmsiddin sözüldü. Aman isellik mu? Malvaranыңlar, balı çaqqanlar, həmmіңlar tinçlik mu? Barmanbek, inşaallah degəndən keyin umu özünü ötüdə, xuddi şunun dəklə sabıq Tarxanbek Əmir Şəmsiddin Doğlatdan hal əhval soraşdı. Bəklər çay içişkəş söhbət qılıb oturuşdu. Söhbətinin beşida Əmir Qamarıdın Doğlat sözləb, bu 5 günlük aləmnin ötnü aləm işgənligi, onun heç kimge vapa qılmaydığanlığı, şuna bəndilərinin hər daim ahirətdə oylaşı lazımlığı haqqıda bir pəs əmr mərub qılğandan keyin, andın asası məqsədki ötdi. Biz Doğlatlar Çağatay xanıdanı aldıda, cümleden tuğluq tömür aldıda qandaq günah sadır qılğanlığımızını bilməyimiz, dedi o sözləb.
Hala bugün Balıxan İlyas Hoca qarniyat əmirlərinin sızığıdan çıxmay, bizlərə oxşaş sadiq saltanat tayançlarını bir-birləb işdən boşatdı. Nurgun yıllardan beri davamlaşıvatkan bu uruşmu memleketinin gazinisini kurtup, puhranın yelikini üzüp taşıldı. Xalqның ahsarları ziminni kapladı. Şundaq, dep ağısının sözünü qolladı Əmir Şəmsiddin. Rahmetlik Beg atam Əmir Bulacı Doğlatının davranının qadrini bilmeptikemiz, o vaqtlarda biz Çağatay xanidanıga emas, Çağatay xanidani bizge salam qılatdı. Ordunun işigini tipip kirip, tipip çıqattık. Memleket hududluğunun o çetidan bu çetigiçe bizning deginimiz degen, etkinimiz etken idi. Hiç qandaq bir adam bizge tikilip qarayalmaydı. Ağı inilərinin bu sözləri sorundaki bəylərə xuddi köknardak təsir qılğanlıqdan ularmı hayacını basalmay sözlüşüp getdi. Sile nait toğru eydiler, dedi Barman Bək degen birisi təkəllübünü unutup. Rahmetlik Əmir Bulacı'nın zamanı hakikaten hayır berketlik bir zaman idi. O çağda yeginimiz bette, kiyginimiz katta, korolarımız mal bilen, kurganlarımız kul bilen tolgan idi. Kaçan ki ulusbegimiz vafat boldu, şunundan itibaren xuddi çöldeki yalğız butxanның rahiplerdik, başkalarının işigide bir parça nanğı zar bulup harlandık. Aşu qo'ldan ketgan martaba imtiyozlarimizni la'nati Balıxan İlyas Hoca'nın qo'lidan qaytarilish yo'lida qilish besidek tikdaqlarga chiqishga, do'zaxdek o't dengiziga kirishga allaqachon tayyorlanib bo'lgan biz. Himmatinglarga rahmat, Armanbek, Dug'aninbek, dedi Әмір Qamariddin Doğlat o'rnidan sal-pal qimirlab qo'yib. Biz sizlardek Bahadır bəylərimiz bulğaşqa bu işqa qat'i yol dalbağlab çıqqan. Əmmazə o gepidən toxtab, sorun əhliga bir qur qarab çıqqandan keyin eniləri Əmir Şəmsiddin, Əmir Şeyxidillər bilan özara köz uruşturub bilib sözünü davamlaşdırdı. Balıxan İlyas Hoca'nı o'ttirdan kötürüp taşlash üçün yalğız bizning küçümüzle kupaya qilmaydı. Yana qari budullarning küçüdünmü paydalanish to'g'ri keladi. Hazır İlyas Hoca saltanatidan narazi bo'layotganlarning soni hassilab oshmoqda. Balıxan İlyas Hoca urushining butun chiqimini avam xalqning ustiga ortib qo'ydi. G'alla paraq xuddi shaxtiki qushqashdek hassilab ko'paymekte. Avamning ahzari bir-biriga qo'shilib, hamma yerni norozilik quruq o'tulları bilan to'ldirmoqda. Alhol biz faqat xalqning noroziligidan tayyorlangan ashu quruq o'tullarni yondirib yetalasekla, bu o't ulg'uyib, zaminni qaplagan zo'r yong'inga aylanadi-da, quruqning hammasini ko'ydirib tashlaydi. Biz bu isyan yong'indan foydalanib, Balıxan İlyas Hoca'ning taxt-taxtini biraqli g'ulitib tashlaymiz. Andiki gap, har qaysinglar qo'linglardagi cheriklarni obdan editlab, qurol-yaraqlarni taqilib, puxta tayyorlik ko'rib qo'yishinglarga bog'liq bo'lib qoldi. Ağısının yuqurqi sözlərdən ilhamlanğan Əmir Şəmsiddin Doğlat ahiri qat'iy qarorga keldi. Hürmetlik Beg ağam hazırki ahvalni yaxshi suratlab berdi, dedi u. 6 yıldan beri davamlaşıvatqan aşu Mara Ünhayir uruşları avam xalqının tuğluq tömür saltanatiga bo'lgan narazılığını küçeytivetdi. Bu hal Balıxan İlyas Hoca saltanatining sanoqliq kunlari qolganligini ko'rsatib bermoqda. Bey janoblari nayt yaxshi tushundirdilar. İlyas Hoca Balıxan emas, balki bizning beshimizga putilgan Balaxon bo'ldi. Xuddi Beg ağımız bayi etqandek, bizning niyat iqbolimiz bizga musallat qilingan bu Balaxon ustidan yig'iliq qilishni xalab turibdi.
Bək ağımız Əmir Qəməridən, Əmir Şəmsidən, Əmir Şeyxidən cənabları həmmimizgə sərhəlqə mürtəza bulub turub bərsila, bizning bu yürüşümüzgə qələbə nüsrət çoxum bar bolğusudur. Dedi Barman bəy başqalar namıdan ifadə bildirib. Şundaq qılıb Sabıq Tarxan bəy Əmir Şəmsidən bu qədimki qorğunida keyinki çağlarda Çağatay məmləkətini parçalaş yüzüdən bütün məmləkət miqyasında İlyas xan səltənətiga qarşı umumyüzlük kötürülgən isyan yanğınının tuturuqi mana şundaq yandırıldı. Sər berişki razımız ki, hergiz sır bermeymiz, dep sürlük qəsəm qilishdi ular söhbətinin axırida. Balıxan İlyas Xo'jani yo'qotish uchun qilingan bu jangda jinimiz va melimizni tasadduq qildik. Qutbi Jahan Janobi Əmir Qəməridən Doğlat Hazratlarining əmr farmonini daxil taruzsiz o'rinlaymiz. Shuarimiz shuki, tartib olamiz, tartqizmaymiz, besib olamiz, bostirmaymiz. Toğluq Tömərxan 8. bab Doğlatlar isyani 377. bətdən başlandı. Yezi qışlaqlardaki g'azablangan alaman xalq allaqachon shaharni qatma-qat qorshib olgan edi. Ular shahar hokimining ozg'ina lashkar bilan ko'rsatayotgan qarshiligini shaharliklarning yordami bilan tizla sundirib tashlagandan keyin xuddi uzanini yo'qotib qo'ygan ulug' sudak shaharga qarab bostirib kelmoqda edi. Ularning g'azab cho'qan sadolari ichida ko'k osmon zilzilga kelib, zamin titirmoqda edi. Alamanning hayvatlik dabdabisidan qo'rqib, jini chiqay deb qolgan naiblar va yasovul navkarlarning rangida qon qolmadi. Ular tashvish ichida boshlarini ichiga tiqishib, chat yoqlarda dugdushib yurishadi. G'azablangan kishilar saltanat naiblarining turlik zo'rliq, zumbuluqlardan, alvan yasoqning ig'irligidan shikoyat qilib zarlanadi. Güzərdə egiz boyliq bir adam ağdırıb etilgan bir məpinin üstüge chiqib olib, avamga qarab so'zlamoqda edi. Qeyrindaşlar, biz hammamiz musulmon. Xonmo, uning vazir jaysonlarimi ham bizga o'xshash musulmon. Biroq ular bizni yashig'ili qo'ymayotdi. Biz jinimizni tikib qo'ydik. Bo'ynimizdan bog'lab daraxtlarga esivasimi, deydiginim shu. Bu zulmning egilarini ularning ashu issiq uylardan qo'g'lab chiqarishimiz lozim. Onun targ'ibotiga quloq silib turganlardan kuchlik sado yandi. Nayt to'g'ri aytding. Qiymat-chimi bo'lishga rozimizki, xonni va uning noinsof amaldorlarini issiq uysidan qo'g'lab chiqarmoqcha hargiz bo'ldi qilmaymiz. Bu elde na insaf, na adalet, na diyanet bulsun. Bizge nan kerek, egin kerek, öy kerek. Endi yo'qolsin bu beshimizga putilgan zulmet. Heliqi egiz boyliq odam Allohga chaqiriq qildi. Ey ahli musulmonlar, puhraning yilki uzilganda Allohning rahimi kelib, o'z bandilarini jabr zulmdan qutuldirish uchun aramizda Mahdi oxirgi zaman qutbiy zamonni avatidi. Əmir Qəməridən ana shunda qutbiy zamandır. Kelinglar, biz hammamiz Əmir Qəməridən qutbiy zaman zulm chekkan bechora xalqni qutuldirish uchun egiz ko'tirgan ashu adolat tug'ining ostiga uyushaylik. Uning yetakchiligida zulm sohiblarining issiq uysini cho'p tashlaylik. Kishilarning cho'qan sadolari yangradi. Nan kerak bizga, nan. Qutbiy zaman Əmir Qəməridən bizni zulmdan qutuldirish uchun avatilgan Mahdi oxirgi zamondir. Alaman xuddi petrab ketgan padidak darhol Qashqar hokimining divanxonasini pachaqlab tashlash uchun Wangchung ko'tirib davrab menishdi. Əmir Qəməridən iqimidikilarning fitnasi bilan Çağatay xoni İlyas Xo'ja
Oğlan hakimiyetiga qarshi Qashqarda boshlangan bu isyon asta mamlakatning manglay so'yar Qo'chu Uyg'ur eli, Farg'ona, Mo'g'uliston o'lkalarida xuddi vabo suydak tizli yamrab ketdi. Butun Chag'atay mamlakatini isyon yolqini qaplab ketdi. Amir Qamariddin boshchiligidagi isyonchilar qo'shuni poytaxt Olmaliqqa yurish qildi. Isyonchilarning poytaxt Olmaliqni halqida qo'rshib olganiga bugun saqmusoq 40 kun bo'ldi. Mahara Unhayir oldingi sepida urush qilayotgan Chag'atay xoni İlyas Xo'ja o'g'landan yordamga keladigan qo'shin nemishqidir ta hozirgacha yetib kelolmayotdi. Amir Qamariddin Doğlat inilari Amir Shamsiddin Doğlat bilan Amir Shayxiddin Doğlatning hamrohligida bag amirlarni boshlab poytaxtni qo'rshib olgan bu isyonchi alamallarning orasiga otliq yetib keldi. Isyonchilar ularga ang'viqib qarab turishadi. Isyonchilar qo'shinida Amir Qamariddin Doğlat o'rnatgan tartib, intizom bor edi. U isyonchilar qo'shinini Chingiz xonning yasoqlari bo'yicha o'nliq, yuzlik, minglik bilaklarga bo'lib, qaytadan tartibga silib, ratlab chiqdi. "Ey bahodirlar!" deb to'lidi Amir Qamariddin Doğlat ot ustida turib. Uning ostidagi to'riq arg'amoq o'ynaqlab bir izida zodi to'xtamay yotadi. Sizlar o'z tirikchiliginglarni qo'g'dash uchun muqaddas jang tug'ini ko'tarib chiqqan botirlar, jangda eng qahramon jangchilardirsizlar. U qo'lidagi qamchisi bilan Olmaliq sepini ko'rsatdi va mana oldinglarda zulmning egisi bo'lgan Balaxon İlyas Xo'janing qarorgohi Olmaliq sepili turibdi. Balaxon sizlarning qon taringlar hisobiga shilib olgan oltin kumush dunyo dapinalarining hammasi ana shu uyul tashdak puxta deb atalgan sepilning ichida. Bu sepilni chuvib tashlay olsanglar, ashu boyliqning hammasi sizlarning bo'ladi. Bu o'ljilarga faqat sizlarni ega bo'lishga haqliq. Amir Qamariddinning so'zini anglagan Alaman qiqas cho'qan ko'tirishib vaqrashdi. Balaxonning g'azinisi biz uchun uchuq. Ulug' qutbiy zaman bizga nasibimizni Balaxonning g'azinisidan elishimizga ruxsat qildi. Isyonchilar darhol harakatga kelishdi-da, cho'qan ko'tirishgunicha sepilga chiqish uchun sho'tolarni ko'tirib menishdi. Sepilning ustida beshiga po'lat dubulga, ustiga quyuch savut tuyoq kiyib olgan bir sarkarda isyonchilarning harakatini ko'zitib otliq yuratdi. U o'rda qurchilarning amiri Temur Malik Bahodir edi. U sepilni bekituvchilarga qisqa buyruqlarni beradi. Sho'tidan yamishib chiqqanlarni qilchimi ayamasdan chepib tashlanglar. Ularni asir elish hajatsiz. Biz isyonchilarni tamtirtib to'sib tursaqli bo'ldi. Ularni bizning yordamga kelayotgan bahodir qo'shinlarimiz o'ng'ayla terib beran qila oladi. Bahodirlar, jasoratli bo'linglar. Temur Malik Bahodirning zimmasiga poytaxtni isyonchilarga tarttirib qo'ymaslikdek vazifa yuklangan edi. Bu intayin mushaqqatlik va og'ir bir vazifa edi. Shuni u kech-kunduz hushyor bo'lishi, yordamchi qo'shin yetib kelguncha poytaxt Olmaliq sepini tortqizib qo'ymay qo'g'dab turishi lozim edi. Tünögün keşte bulungan kengashda poytaxtni qandaq mudofaa qilish kerakligi ustida so'z bo'lib edi. Mühürdar Yalliqtayshi taxt saltanatni yo'qotmoqchi bo'lib og'zini yo'g'on yo'hadek ichib kelayotgan bu ajal ajdahosining beshini cho'qim kesib tashlash kerak. Uning dahshatlik o'pqini butun Chag'atay mamlakatini yutib ketmasin, dedi Temur Malik Bahodir uningdan. Hurmatlik mühürdar, bu falokatdan qaysi yo'l bilan xalos bo'lg'uli bo'ladi? deb so'radi. Bu haqda sizning qanday
yaxshi maslahatingiz bor. Meningcha, vaqtni imkon qadar orqaga surish kerak, dedi yalliq Tayshi uning so'ziga javoban. Qanday qilib? Sulhi qilish orqali Amir Qamariddin Davlatni insof, diyonatga da'vat qilmoq lozim, dedi u jiddiy tarzda. Ya'ni fan nasihat orqali uning ko'nglida Chag'atay xonadoniga mehr-muhabbat uyg'otish lozim. İsyanchilarning katibishi Amir Qamariddin garchi marhum Ulusbegi Amir Bulaji Davlat bilan Amir To'lak Davlatning o'z inisi bo'lsa-mu, ammo ular bir pelakda tushgan boshqa ikki xamakdir. Amir Qamariddindek himmatsiz kishidan mehr-muhabbat umid qilish mumkinmi? Haq gapni qildingiz, Amir janoblari, dedi yalliq Tayshi. İlyas Xan alileri mərhum Xaqan atisi Tuğluq Tömürxan hayat vaqtida bekitgan qaror bo'yicha isyanchi amirlarni yasaq tartib jazolash uchun Mara Unhayrga ulug' lashkar boshlab keladi. Isyanchi Amir Qamariddin poytaxtda ko'p lashkar qolmagan fursatdan foydalanib, son-sanoqsiz isyanchilarni boshlab kelib, poytaxtni halqidek qurshib oldi. Uning tüp maqsadi İlyas Xan saltanatini ag'dirib tashlab, Chag'atay mamlakatining taxt saltanatini o'ngcha egallashdir. Hala bugun bizda uning bilan urushib, uni mag'lub qilg'idak yetarli kuch yo'q. Biz uchun aytganda, İlyas Xanning Mahara Unhayrdan ulug' lashkarni qaytirib kelib, poytaxtni isyanchilarning muhosirasidan qutuldirishdan kutmakdan boshqa yaxshi chora yo'q. Biroq Mahara Unhayrdan yetib keladigan yordam bak kechikib ketdi. Demak, urushsaqmi, yordam kutsakmi biz uchun baribir foydasizdir. Mühürdar janoblari, siz Amir Qamariddinga taslim bo'lmoqdan boshqa amal yo'q demoqchimi? Yo'q. Amir Qamariddinga qat'iy taslim bo'lmaymiz. Hozirgi vaziyatda faqat vaqtla bizni xatardan qutqiza oladi. Poytaxt sepilining mustahkamligiga tayanib, vaqtni orqaga surishimiz lozim. Mubada Amir Qamariddin bizning vaqtni orqaga surishimizga yo'l qo'ymizchi? Bu mumkin. U bizning vaqtni orqaga surishimizdagi maqsadimizni o'ng'ayla sezib oladi. Shuning uchun uni biz bilan sulhi qilishga bir amal qilib ko'ndirishimiz lozim. Temur Malik Bahodir uning mulohazalarini anglagandan keyin o'ylanib turib qoldi. Uningcha bo'lgandimi, vaqtni faqat sulhi orqali orqaga surish mumkin edi. Hurmatli muhrdar, dedi u bir pas o'ylanib turib olgandan keyin. Sizningcha marhum Xaqan Tuğluq Tömürxanni qaslash maqsadiga yetish uchun o'zining qarindishi bo'lgan Amir To'lakning hayotigimi qilch parvo qilmasdan qilingan Amir Qamariddindek bir odam o'z lafziga rostilla amal qilarmi? Gapingiz o'rinliq, Amir janoblari, dedi yalliq Tayshi uning so'zini qo'llab. Uning lafziga hargiz ishongili bo'lmaydi. Chunki uning gunohlik ishlarni to'liq qilganligini hammamiz ko'rgan. Uning Davlat to'rilaridan ekanligi rost. Buni xaloyiqning hammasi biladi. Biroq chang to'zonda kun ko'rinmaydi degan gap bor. Amir Qamariddinning Chag'atay xonadoniga qilgan to'kpisini hech kim ko'rgan yo'q. Halbuki uning Mahara Unhayrlik tabriqchilik amirlarga qilgan xizmati bo'lsa, ko'zga chiqqan so'galdak hammaga ayon bo'lib turibdi. Biroq hozirgi vaziyatda biz uningga avval gunohini yuvib, bizning ishonchimizga erishsin, ondan qarab boqarmiz deyolmaymiz. Xuddi har kechining kunduzi, har kunduzning kechisi bo'lganidek, omad degan hamma vaqt bir tarafga yon besib turavermaydi. Ko'chib yuradigan g'albi nusrat biz tarafga o'tib qoladi. Shunga Amir janoblari belingizni mahkam bog'lab, mazmut dastlab turib bersingizlar, Amir Qamariddinni sulhiga keltirish mumkin deb o'ylayman. Janobi muhrdar, sizdek aziz yetuk ustozning maslahatini ilik olmaslik durust emas,
dedi Əmir Məlik Bahadır. Çünki ulug'lar ish oltin bilan putadigan bo'lsa, jonni xatarga qo'ymaslik lozim deb aytgan. Yana har qanday bir ish to'g'riliq hukm qilish qiyin bo'lib qolsa, cho'qim xapchiligi ozroq tarafni tanlab olish lozim deb aytgan. Shunga Amir Qamariddin bilan sulh qilishni o'ylashib ko'rishga arziydi. Biroq janobi muhrdor, elchilikka kimni avassak muvofiq bo'lar? Bayatın ularning mulohizalariga quloq silib jim o'ltirgan Shayxul Islom Mavlana Arshidin Valiyulloh Amir Qamariddin bilan sulhlashish uchun elchi bo'lib berishga o'zining eng muvofiq ekanligini aytdi. Temur Malik Bahodirmi, Yalliq Taysimi bu ishga uningdan bo'lak muvofiqroq kishi yo'q ekanligiga ko'zi yetdi-da, uning iltimosini qabul qilishdi. Va isyanchilar bilan sulhlashish shartlari ustida uzoq maslahatlashdi. Nazm o'z shahiga qarshi chiqqan beklarni ishqi qo'yma ehtiyotdan bo'lmaydi. O'z shahining izzatini bilmagan senimi ham hargiz aman qo'ymaydi. Shayx Saidi 8-bob oxirlashdi.